o'rtoqlar bozorlarimizda trendga chiqayotgan mahsulot, ya'ni qoshiqchali asalni men ham bugun o'zimni uyimga iste'mol uchun xarid qilgani zavodiga yetib keldim. Ali akamiz zavodlarida aynan shu turdagi ikki xil mahsulot ishlab chiqarilar ekan. Birinchisi tabiiy asal, ikkinchisi tabiiy asalga imbir qo'shilgan. Buni erkaklar juda ham yaxshi bilishadi. O'zi Toshkent shahridagi do'konlarga ham berishni boshlashibdi. Nur asal brendi ostida kassalarning oldida turadigan asallar. Ko'rishingiz mumkin, imbirlilari va naturalniy asallari. Ali aka, endi sizdan ikki og'iz savollarimiz bor. Tabiiy asallarimizda sahr kasalligi borlar yesa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Ichiga shakar qo'shilganmi, qo'shilmaganmi? Albatta yesa bo'ladi. Sahri borlar, chunki bu asalimiz toza asal, sifatli. Bitta ochib ko'rsataylik. Bemalol ochib ko'rsangiz bo'ladi. Wow, buni ko'rinishlari juda ham chiroyli-ku. Juda sifatli asalimiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Aka, endi buni iloji bo'lsa, qanaqa asaldan solasiz o'zi? Bitta ko'rsatib bera olasizmi? Asal qayerda? Asalimiz bu tog' asali, mana ko'rib turishingiz mumkin. Juda ham sifati yaxshi. Buni rangini qarang buni. Hidi ham kelib turibdi. Shuni yesangiz, tomog'ingizda ham uradi. Mana hurmatli obunachilar, men yangisini ochdim. Endi ta'mini tatib ko'ramiz. Bismillah. Ta'miga gap bo'lishi mumkin emas, Ali aka. Mazasi juda ham zo'r ekan. Yo'q, sifati yaxshi, bemalol murojaat qilsa bo'ladi. Aka, Toshkent shahrida aynan shu sizni asallaringizni olmoqchi bo'lganlar, to'ylarga, dasturxonlarga olmoqchi bo'lganlar sizga ham aloqa chiqsa bo'ladimi yoki dilerlarga aloqa chiqish kerakmi? Yo'q, bemalol aloqa chiqsa bo'ladi. Nomeringizni ham aytib o'tking aka. 91 460 03. Hurmatli obunachilar, sizlarga ham aynan mana shu turdagi asallar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqa chiqsalar bo'ladi. Tabiiy 100% asallar o'zim sinovdan o'tkazib, keyin sizlarga ilinayman.